ne? Pişirik. Pişirikçilik, sizde tabii şu pişirikçilikni targ'ib etib turan xodim kim bo'ldi? Yani kreditni targ'ib etib turan. Bulay. Muammo yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Tadbirkor hozir pulni olgandan keyin maqsadga yo'naltirasiz. Agarda size teklif etaman, kishi kreditni maqsadga yo'naltirib, doğru maqsadda foydalansangiz, bizdan yana 100 milyon, belki 6 milyon deyapsizmi? 50 kefillik bilan, doğru. Bizdan keyin yana 100 milyon, 300 milyonlardan kengayib, aslında ko'paytirib ketaveradi. Mabodo kimdadir Foizini chiqib hozir siznikini 24 foizdan beradi. 24 foizdan beradi, keyin 20 foiz tushadi. Arzonroq bo'ladi. Tabii keyin masalan rivojlantirib kengaytiradigan bo'lsa, ondan tashqari endi vanni katta loyihalar bo'ladi. Katta loyihalar uchun siz tadbirkorlik, katta tadbirkor bo'lasiz. O'sha ma'lumotga ko'payadi, ma'lumot topib, garov qo'yib, keyin garov bilan yirik loyihalar